so please don't go. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan men Leo. Bugungi videomizda men X-Ray modini obzor qilib ko'rsataman. Bu juda ham zo'r mod ekan. Serverlarda va survival qilganingizda siz uchun juda kerak bo'ladigan mod. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agar meni bu videoyimda 50 ta like bo'lsa, men qurol modlarini obzor qilib ko'rsataman va Telegram kanalimga shu X-Ray modini tashlab qo'yaman. Bu mod orqali siz hattoki hayvonlarni ham devorni orqasidan turib ko'rsangiz bo'ladi. Biz endi durbinni olamiz va tepadagi moblarni kuzatamiz. Tepada zombi yuribdi. Bizga X-Ray mod orqali bizga ko'rinib turibdi. Bu skeletlar o'z joyida turibdi. Ko'rib turganingizda almazlar bemalol bizga ko'rinadi. Qani almazlar rostdan bormi yoki mod ishlamayaptimi tekshirib ko'ramiz. X-Ray ko'z o'ynagini yechib qo'yamiz va almazlarni tekshiramiz. Almazlar bor va bu mod ishlayapti. Shu ishlaydigan modni qaysi kanaldan topamiz deb so'rasangiz, meni kanalimdan topishingiz mumkin. Meni kanalim kommentariyada. Menga 50 ta like yig'ib bersangiz, shu modni men kanalimga tashlab qo'yaman. Ko'z o'ynakni taqib olamiz va bu yerda temir, almazlar, mana bu yerda ko'proq almazlar bor ekan. Qani yoniga borib tekshiramiz. Almazlar ko'payib bormoqda. Serverda ayni kerak mod bu. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham almazlar bor. Bu mod 100% ishlaydi. Ishonmasangiz o'zingiz ham tekshiring. Nezerga kelib oldik. Bu yerda oltinlar, bu yerda ham oltinlar. Meni obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar, meni YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozirda 59 ta obunachi bor. Shu kanalimdagi obunachini 100 taga yetkazaylik.